Salom hammaga. Bugungi vebinarimiz ishtirokchilari. Bugun ham kecha aytganimizdek, demak, vebinarimizni davom etamiz rejamiz bo'yicha. Ovozim yaxshi eshitiladi degan umiddaman. Ha, ovozingiz Rebi- yaxshi. Aha. Vebinar, demak, rejamiz bo'yicha bugun biz demak, birinchi bo'lib spesifikatsiya bilan qayta bir qisqacha ko'z yugurtirib chiqishimiz kerak. Yoki yana bitta usul anaqamiz bor. Agar 2 kundan buyon bizda demak vebinarimizga qatnashayotganlar bo'lsa, darsning mana shu qismini o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Chunki biz 2 kun demak spesifikatsiya bilan bafurcha tanishib chiqqandik. Nima deysizlar? Qayta tanishib chiqamizmi yoki bu qismni o'tkazib yuborib to'g'ri masalalarga qaytamizmi? Xo'p, demak bo'lmasa, mana bunaqa qilamiz. Spesifikatsiya bilan kelinglar, yana bir sira qayta tanishib olamiz. Yoki masalaga. Xo'p, menimcha ko'pchilik masalaga deyapti, chunki spesifikatsiya bilan qayta tanishdik. Qisqacha aytishim mumkin yana anaqa. Demak, sizlarga imtihonda fizikadan demak 14 ta masala tushadi. 1dan 10gacha masalalarga faqat javob yozish kerak va 11dan 14-savolgacha esa masalalarni to'g'ridan to'g'ri ishlanishi bilan yozish talab qilinadi. Xo'p, kecha men sizlarga savollar tushuvdi, masalan, birliklari muhimmi? Chunki bizda kecha savollarda ham kommentga javob berishni so'raganimda ko'pchilik o'quvchilar faqatgina demak javobni o'zini yozishdi. Men 2 marta qayta eslatdim. 2 marta qayta eslatdimki, savollarni birliklari bilan yozish esdan chiqmasin dedim. Yana bir qayta aniqlashtirdim buni. Ha, birliklar bilan yozish kerak, chunki sizlarda aynan qaysi birlikda topish so'ralmagan bo'lsa, demak sizlar o'sha topgan birliginglarda, masalan, newton bo'lishi mumkin yoki kilonewton bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarni aniq va batafsil yozish talab qilinadi. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Masalani ishlagandan keyin raqamni o'zini yozib ketish yaramaydi ekan, balki birligi bilan demak to'liq qilib yozishingiz kerak. Xo'p, kecha biz masalalarni ko'rdik. Bu masalalarni biz demak taxminan mana shu joylarda qolgandik mana. Xo'p, buni ham ko'rdik. Mana shu demak 8-chi, 9-chi, 10-chi masaladan boshlab ko'rdik sizlar bilan. Demak, men sizlarga kecha aytdimki, demak, mana shu narsalarni bir qayta ishlab chiqadigan bo'lsanglar, sizlar bilan bugun dars davomida ko'rib chiqamiz dedim. Nima deysizlar? Uyga vazifani ishlagan bo'lsanglar, men javobini to'g'ri aytib ketaveraymi yoki ishlab beraymi? Agar to'g'ri javobini aytib ketsam, sizlar bilan tekshiradigan bo'lsak, vaqtdan yutamiz, chunki bu variantimiz bundan oldingi ishlagan variantimizga juda o'xshash, deyarli birga bir. Bu masalalar tipidagi masalalarni ishlashni biz o'rgandik. Masalan, bu masalani ham o'rgandik izobarik jarayonda. Demak, mana keyingi masalalarni ham biz o'rgandik. Mana 12-masala bo'lsa, 13-chi, mana 14-masalalarni ham qanaqa ishlanishi kerakligini ko'rdik sizlar bilan. Mana bunda masalan 14-da d sinus phi teng bo'ldi, k ko'paytirilgan, gambidagi teng bo'ldi. Kamiz demak maksimumlar soni edi. Ko'rinadigan maksimumlar soni bizda mana 14-masalada first order diffraction maximum observed deyilyapti, ya'ni kuzatiladigan birinchi maksimumni so'ralayotgan edi. K ga 1 qo'yib ishlasak, qolgan narsalar bundan oldin ishlagan masalamizga juda o'xshash. Xo'p, demak, men masalani sizlar ishlagansizlar deb demak taxmin qilaman. Javoblarni aytib ketaman. Demak, biz mana 8-masaladan boshlab javoblarni aytib ketaman. Sizlar javoblarni bir ishlagan bo'lsanglar, javoblar bilan tekshirib chiqsanglar bo'ladi. Agar hali ishlashga ulgurmagan bo'lsanglar, javoblarni bir chetga yozib qo'yadigan bo'lsanglar, demak, ishlagandan keyin tekshirib olsanglar bo'ladi. 8-masalaning javobi bizda so'ralayotgandiki, give you answer is a decimal fraction deyilayotgan edi. Demak, shaqalanishni topishimiz kerak edi. Mana o'sha
Ishqalanish. 8-masalamizda aha, bundan to'g'ri ekan. Nur sindirish ko'rsatkichi bor edi. Nur sindirish ko'rsatkichi bor edi. Demak, mana shu joyda bizda olmosning nur sindirish ko'rsatkichi 2,5 chiqishi kerak. 9-masalamizda 9-masalamizda aytyaptiki, 4-safdan 2-safga tushgan elektron deyilyapti. 207 elektrovolt nurlatgan bo'lsa, bizdan mana shu paytdagi chastota so'ralayotgan edi. O'tgan safar aytuvdik-ki biz sizlarga, aytuvdikki, demak, mana shunda biz 207 ni h nu ga yoki hc taqsim gammaga tenglashtiramiz. H nu ga tenglashtiradigan bo'lsak, bizda demak chastotamiz kelib chiqardi. Chastotamiz kelib chiqardi. Bu bolani kuldirib qo'yish kerak. Sizlar buni xafa qilib qo'yapsizlar. Mana. Xo'p, demak, bu masalaning javobi 5 10 usti 14 Hz chiqishi kerak. Demak, 5 10 usti 14 Hz. Yozib qo'ysanglar bo'ladi yoki ishlagan bo'lsanglar, mana shu javob chiqishi kerak. 10-masalamizda bizda aytayotgan ediki, mana alfa zarramizda o'tgan safar ham yozib bergandikki, alfa zarramiz, demak, buning massa soni 4 ga, chunki ikkita proton, ikkita neytron degani va ikkita proton bo'lgani uchun zaryad soni 2 ga teng bo'ladi. Agar jism alfa zarra yemiradigan bo'lsa, bitta alfa zarra chiqaradigan bo'lsa, uning demak charge number, demak zaryad soni 2 taga kamayadi va demak massa nomeri ham kamayayotgan bo'lardi. 4 taga kamayadi. Demak, buning javobi bizda 2 va 2, ya'ni answer sheetda bizda ikkita raqam bo'lishi kerak. Shunga o'xshagan masala tushadigan bo'lsa, 2 decrease charge for number of charge and second number 2, ya'ni ikkinchisi ham 2 bo'ladi. U ham demak kamayayotgan bo'ladi bizda. Keyingi masalaga o'tamiz. 11-masala. 11-masala bizdan so'ralayotgan narsamiz, 11-masalada so'ralayotgan narsa 1 kilogramm massali jism gorizontal surface deyapti, gorizontal sirtda yotibdi va unga 10 newton kuch ta'sir qilyapti ekan. 30 gradus burchak ostida gorizontga nisbatan. Demak, coefficient of friction between the body and the surface is 0.2, 0.2 ekan ishqalash koeffitsiyentimiz. Normal reaksiya kuchini toping degan. Bunga o'xshagan masalani demak buffercha ko'rgandikki, mg dan fy ni ayirib tashlagan edik. Mana bizda mg'miz bor, 10 newton bo'ladi. Mana buning esa 10 newtonning y tashkil etuvchisini topishimiz kerak. Bu 5 newton bo'ladi. Demak, 11-masalada javobimiz 15 newton bo'lishi kerak. Bu gorizontga nisbatan bo'lyapti. Demak, sizlarda bundan oldin ishlagan variantimizda jismga mamnuqang kuch ta'sir qilganda, mana kuchimiz bu yoqqa qarab yo'nalgan edi. Bizning masalamizda esa bu safar bu tomonga qarab yo'nalyapti kuchimiz. Bunisi emas, pastdagisi bo'lyapti. O'shaning uchun biz ayirmaymiz mg dan, balki qo'shib qo'yishimiz kerak. 12-masalaning javobi, demak, ikkita izobara so'ralayotgan edi va bitta izoxorik jarayonda sistemaning temperaturasi oshyapti. Bunda esa A qismiga 498 joule, B qismi esa 124,5 joule va C qismi esa 415 joule chiqishi kerak. Termodinamikaning asosiy qonunini ishlash orqali demak buni masalani hal qilish mumkin edi. Q teng A plus delta U. Amiz demak ish, deltamiz esa ichki energiyaning o'zgarishiga teng edi. 13-masalamizda an electric field moves a charge Q equal 5 coulombs in a DC circuit conductor doing at 30 joules. The resistance of the conductor 3 ohms. How much heat will be released in the conductor if the same current flows for a time to equal 4 seconds deyapti. Demak, elektrik maydonida 5 coulomb zaryadimiz oqayapti ekan DC tokda va 30 joule ish bajarilibdi. Agar mana shunimiz 3 ohm qarshilikdan o'tadigan bo'lsa, aytyaptiki bizda 4 sekund davomida qanday demak issiqlik ajralishini so'ragan edi. Joule-Lenz qonuni IUT. Bizda ish bor, vaqt bor va T bor. Q taqsim T qiladigan bo'lsanglar, sizlar tok kuchini topishingiz mumkin.
U teng A taqsim Qga teng edi. A taqsim Q. Mana Amiz bor, Q'miz ham bor. Kuchlanishini topsanglar bo'ladi. Mana shu orqali sizlar demak anaqani hisoblashinglar mumkin. Hmm. I o'ti orqali Joule qonuni orqali qanday issiqlik ajralganligini. 13-chi savolning javobini alohida ishlangani bor. Demak, 48 joule chiqishi kerak. 48 joule. 14-chi masalamizda esa 14-chi masalamizda arc sinus demak fini bir burchakda qiymati yo'q. Masalan, 1 taqsim 2 chiqadigan bo'lsa, sinus fimiz 30 gradus deyishimiz mumkin, lekin bu masalani ishlashinglarda sinus fimiz 1 taqsim 30 ga teng bo'lib qoladi. Shuning uchun burchakni yozishda bizda demak hamma bilsa kerak, arc funksiyalarimiz bor. Ya'ni masalan sinus burchakka qarab qiymat chiqarib bersa, arc funksiyalarimiz esa qiymatga qarab burchak chiqarib beradi. Bunda javobi arc sinus 1 taqsim 30 deb, demak, oxirgi javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. Menimcha hamma o'sha to'g'ri javoblarni yozib oldi. Masalalarni ham agar kecha vebinarga qatnashmaganlar bo'lsa, screenshot qilib oldi degan umiddaman. Sababi imtihonda ham demak ayrim masalalar biz ishlayotgan masalalarga o'xshash tushadi. Ayrimlari esa mana shu masalalarning mavzusi doirasida ozgina boshqacharoq masalalar ham tushishi mumkin. Demak, bugun sizlar bilan boshqa yana bir variantni ishlab chiqamiz. Yana bir marta takrorlayman. Sizlar imtihonga kirganinglarda qo'lingizga beriladigan demak savollar varaqasini diqqat bilan o'qib chiqinglar, chunki har bitta qator juda ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, bu yerda aytyaptiki, javoblaringizni birinchi nomerli answer sheetga yozishinglar kerak va mana bu yerdagi keyinchalik yo'riqnomada esa agar noto'g'ri savol yozib qo'yadigan bo'lsanglar, nima qilish kerakligi haqida demak qisqacha qo'llanma berilgan. Shuning uchun sizlardan o'sha masalalarni ishlatganda diqqat bilan e'tibor berishingizni so'rayman. Xo'p, davom etamiz. Demak, mana shu biz vebinarda shu paytgacha kelishdikki biz birinchi masalalarni o'qiymiz. Qisqacha bir yo'riqnoma beraman. Keyin esa sizlar masalani ishlaysizlar va 2 daqiqa yoki qiyinroq masala bo'lsa 3 daqiqa vaqt beriladi. Ana o'sha vaqt davomida sizlar ishlab, kommentda javobini qoldiradigan bo'lsanglar, demak, imtihon oldin yaxshi tayyorgarlikni o'tagan bo'lasizlar. To'g'ri yoki noto'g'ri ishlaganinglarni va qayerda xato qilganinglarni birga ko'rib chiqamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, qaysidir masalaga tushunmaydigan bo'lsanglar, o'sha masalani ishlab bo'lganimizdan keyin mikrofoninglarni yoqish orqali yoki kommentda yozish orqali sizlar savolinglarni so'rashinglar mumkin. Webinar oxirida yana bir 5 daqiqa kamida, uzog'i 10 daqiqa savol-javob qismi uchun vaqt ajrataman. O'sha vaqt davomida ham tushunmagan narsalarni yoki umuman olganda fizika fanidan Toshkent universiteti uchun demak imtihon jarayoni bo'yicha savollarni bersanglar bo'ladi. Ketdik, boshlaymiz yangi variantimizni. First question: a car starts moving with a constant acceleration 3 meters per second quadrat. What speed will the car reach after 3 seconds of motion deyilyapti. Deyarli og'zaki ishlanadigan masala. Demak, bizda masalani ishlatganlar ko'p vaqt ham ketmadi. Demak, kommentda to'g'ri javoblar allaqachon keldi. Buni yozardik. V0. Ya'ni boshlang'ich tezlikka keyingi qismini qo'shardik. V0 plus mana a t derdik. Mana v0 plus a t. Bizda boshlang'ich tezligimiz 0. Qayerdan bilamiz? Chunki bizda aytilyaptiki, a car starting moving with a constant deyapti. Ya'ni harakatni boshladi. Harakatni boshlashda demak har doim boshlang'ich tezligimiz 0 bo'ladi. Shuning uchun amiz 3, acceleration a, demak 3 sekunddan keyingi tezligi speed deymiz yoki ingliz tilida kelishi mumkin, velocity deyilishi ham mumkin. Bu ham bizda demak tezlikni bildiradi. Bunimiz esa javobimiz 9. E'tibor beringlar. Yana birliklarda to'g'ri yozmayapsizlar. 9 metr taqsim sekund. Birliklar esdan chiqmasin. Keyingi savolga o'tamiz demak. Second question.
What mass should be suspended from a spring with a spring constant of 50 Newton meters, so that is stretches by 2 centimeters. Demak, masalani ishlashinglar uchun 2 daqiqa vaqtimiz ketdi. Mhm. Yaxshi, to'g'ri javoblar o'zi kelishni boshladi. Spring nimaligini bilmaydiganlar bo'lsa, bizda demak springimiz prujinani bildiradi. Prujinani bildiradi. Spring constant esa demak prujina doimiysi deb tarjima qilishimiz mumkin o'zbek tiliga yoki bizda adabiyotlarda keladi bikrlik deb keladi. Bolalar, doska meniki, doska meniki, doskamga yozmanglar. Xo'p, slowda shuni qilmayman. Elastiklik kuchini formulasini bilishinglar kerak masalani ishlashda. Esinglarda bo'lsa, sizlarga eslatishim mumkin. Elastiklik kuchi yoki Cook's laws, ya'ni Cook qonunida yordamida ishlashimiz mumkin. F teng bo'lardi elastiklik kuchini formulamiz minus K delta X edi. Minus ishora prujinada vujudga keladigan elastiklik kuchi tashqi qo'yilgan kuchga teskari yo'nalganligini bildirardi. Minus K delta X deymiz mana. Bizda massa osish kerak bo'lganligi uchun bizda mana prujinamiz bo'lsa, tayanchimiz bu. Mana prujinamiz bo'ladigan bo'lsa, miskada yozayotganim uchun ozgina demak yozuvlar chizmalar xunukroq chiqyapti. Mj bilan pastga qarab bosadi mana. Mj bilan pastga qarab bosadi, shuning uchun kuchni o'rniga biz mj olishimiz mumkin mana. Bizdan massa so'ralayotganligi uchun massani topishimiz uchun demak K ko'paytirilgan delta X taqsim demak J deymiz. K bizda bu spring constant, prujina doimiysi yoki bikrlik, delta X'imiz berilgan 2 cm va J'ga bo'lib qo'ysak bo'ldi. Hisoblaymiz. K'miz demak 50 edi. 50 ni ko'paytirishimiz kerak. 50 ni ko'paytiramiz. Demak 2 va santimetrda berilayotganligi uchun 10 + -2 deymiz, chunki santimetrni metrga o'tkazishimiz kerak. Bo'lamiz J'ga. 52 ni ko'paytirsak 100, 100 bilan 10 + -2 qisqarib ketadi. Bunimiz esa 0,1 kilogrammga teng chiqadi. Mana 0,1 kilogramm deymiz. To'g'ri javobimiz 0,1 kilogramm bo'ladi. Bizda to'g'ri javoblar bor. Quyida to'g'ri javob kelgan, formulasini ham yozgan. Demak, mana shu savolimizda to'g'ri javob bo'ladi. 100 gramm yoki demak buni 0,1 kilogramm desak ham bo'ladi. Shuning uchun answer sheetda birligini bilan yozish kerak. 0,1 kilogramm yoki 100 gramm deb yozadigan bo'lsanglar, sizlar masala uchun maksimal ball olasiz. Bu masala bo'yicha demak savollar bo'lmasa, men keyingi masalaga o'tamiz. 3-masala. Masalada aytyaptiki, cylinder contains hydrogen at a temperature of 300 kelvins. The cylinder can safely withstand a pressure that is 1.8 times the current pressure. To what maximum temperature can the cylinder be safely heated deyilyapti masalamizda. Demak bu
Ishlashingiz mumkin. Gaz qonuni yordamida ushbu masalani sizlar ishlashingiz mumkin osonlikcha. Har doimgidek vaqtimiz ketdi. Sizlarda demak masalani ishlash uchun e, 2 daqiqa vaqtida bor. Mhm. Javoblar kelish boshladi. E'tibor beringlar. Demak, bu balon deyilyapti. Balon deyilyapti. Silindrik idish. Demak, idish bo'lgandan keyin biz buni demak izoxorik jarayon sifatida ishlatsak bo'ladi. Mana izoxorik jarayon sifatida ishlatsak mumkin. Izoxorik jarayonimiz bizda demak V konstanti bo'ladi. Mhm. V konstanti jarayonimizda demak izoxorik demak, izoxorik jarayonni Jek Sharl nomi bilan atalardi. Sharl qonuni ham deyiladi. Ismi esimga kelmaganligi uchun shuni hozir ko'rib oldim. Demak, Sharl qonuni yordamida ishlaymiz. Demak, esinglarda bo'lsa PVmiz gaz Mendeleyev klapiron tenglaması deyiladi. PV teng U R mana T. E'tibor beringlar. Bizda V'miz ham ya'ni idish bo'lganligi uchun idishning hajmi o'zgarmaydi. O'shaning uchun biz o'zgaruvchilarni bir tomonga, o'zgarmaslarni bir tomonga o'tamiz. P taqsim T ni topamiz bu yerdan. Chunki bu yerda bosim bilan temperatura o'zgaryapti va bu yerda U R taqsim V bo'ladi. Ya'ni mana shu narsaning hammasi qandaydir son chiqadi, koeffitsient bo'ladi. Shuning uchun P taqsim T'miz demak konstanta chiqishi kerak ekan. E'tibor beringlar. Demak, bosim 1,8 marta oshsa, mana shu nisbat o'zgarmay qolishi uchun temperaturamiz ham 1,8 marta oshishi kerak. Keyingi temperaturani topadigan bo'lsanglar, nima deymiz ekan? 1,8 ko'paytirilgan T0 deymiz. T0 esa avvalgi temperaturamiz bo'ladi. 300 ni 1,8 ga ko'paytirsak, bizda demak javobimiz 540 Kelvin chiqadi. 540 Kelvin. Kimda savollar bor bu mavzu bo'yicha? Hech kimda savollar bo'lmasa, keyingi demak masalaga o'tsak bo'ladi. Keyingi masalamiz 4-masala. E'tibor beringlar. A heat engine operates according to the Carnot cycle. Aytilyapti bizda demak heat degani issiqlik, engine mashina yoki dvigatel desa ham bo'ladi. Issiqlik dvigateli deyapti. Demak, Carnot siklida ishlar ekan. Carnot sikli esinglarda bo'lsa, ikkita izoterma va ikkita adiabatik issiqlardan iborat bo'lgan yopiq siklni anglatadi. Yopiq sikl issiqlik mashinasining ideal issiqlik demak, ideal ishlashini haqidagi bir qonuni bor edi Carnot. The temperature of its hot reservoir is 27 degrees Celsius, and the temperature of its cold reservoir is 9 degrees Celsius.
Find the efficiency of the engine deyilyapti. Javob beringlar. Hot, ya'ni isitgich deymiz. Isitgich rezervuarining temperaturasi 27 gradus Selsiy ekan va sovutgichning temperaturasi 9 gradus Selsiy ekan. Bizda so'ralayotgan narsa demak efficiency of the engine. Mana shuning effektivligini, ya'ni issiqlik dvigatelining effektivligini deymiz yoki foydali ish koeffitsiyenti deymiz. Mana shu narsani topish talab qilinayapti sizlardan. Har doimgidek masalani ishlash uchun sizlarda 2 daqiqa vaqtinglar bor. 18 taqsim 27 6% va 2 taqsim 3 degan javoblar kelishni boshladi. Yana ozgina vaqtdan keyin masalani demak to'liqligicha ishlab chiqamiz. Kerakli bo'lmasa masalani ishlaymiz. Xo'p, esinglarda bo'lsa, Carnot sikli bo'yicha ishlaydigan qurilmaning foydali ish koeffitsiyenti nima derdik? Isitgichning temperaturasi, isitgichning temperaturasini TH bilan belgilayman mana. Sovutgichning temperaturasini esa TC bilan belgiladim. Va shu narsani isitgichning temperaturasiga bo'lardik mana. Bu formula qayerdan kelib chiqqan desanglar, bu formulamiz demak isitgichdan olinadigan issiqlik miqdori va sovutgichga yetib boradigan issiqlik miqdorini ayirmasi bizda foydali ishni berardi va o'sha narsani olinganimizga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni sarflanayotganga bo'ladigan bo'lsak, foydali ish koeffitsiyenti berardi. Buni biz MC delta deb ochaveramiz. MC delta deb ochaveramiz. MC-larimiz qisqarib ketsa, temperaturaga bog'liq foydali ish koeffitsiyentining formulasi kelib chiqadi. Bitta narsasiga e'tibor berish kerak, bolalar, bitta narsasiga e'tibor berish kerak. Mana hozir ayriminglar mana shu xatoni qildinglar. Bu yerda temperaturani kelvinda olishimiz kerak. Kelvinda, Selsiyda to'g'ri chiqmaydi masalan. Kelvinda olishimiz kerak. O'shaning uchun isitgichning temperaturasi 27 gradus bo'lsa, kelvinga o'tkazishimiz uchun 273 ga qo'shardik. 27 ga 273 ni qo'shadigan bo'lsak, 300 bo'ladi. Demak, isitgichning temperaturasi kelvinda 300 kelvin bo'ladi. Mana 300 deymiz. Minus 9 gradus bo'lsa, bunimiz demak 282 ga teng bo'ladi. Mana 282 ni ayirib, demak mana bo'laveramiz. 300 ga bo'lishimiz kerak. Bizda demak masalamizda 18 ni 300 dan 282 ni ayirsak 18 chiqadi. 18 ni 300 ga bo'lishimiz kerak ekan. Kalkulyatorda bo'laveramiz. 18 bo'lingan 'To'g'ri, hozir kalkulyatorda ochaylik. Hop, bo'lyapmiz. Demak, 18 ni 300 ga bo'lyapmiz. 18 ni bo'lamiz 300 ga. Javobimiz 0,06 kelib chiqadi mana. 0,06 deymiz. Javoblar varaqasida sizlar yozishinglar mumkin 0,06 degan javobni yoki aynan foizda hisoblab deyilmaganligi uchun balki sizlar buni to'g'ridan to'g'ri 6% ko'rinishida ham yozib qo'yishingiz mumkin.
Koeffitsient 0,06 yoki 6% ekan deymiz. Mana. Demak, xatolarni tushundinglar degan umiddaman. Demak, bu masalani ishlashimizda e, gradus Selsiyda emas, balki Kelvinda ishlashimiz kerak ekan deymiz. Kelvinda. Davom etamiz. Davom etamiz. Beshinchi masalamizni ko'ramiz. Beshinchi masalamizda aytyaptiki, a point charge, demak bizda point deyilyapti, nuqtaviy zaryadimiz berilyapti ekan. Nuqtaviy zaryadimiz. Vakuumda joylashgan ekan. Located in a vacuum. What is the electric potential at a point 3 meters away from the charge deyilyapti. Mana shu zaryaddan, nuqtaviy zaryaddan 3 metr uzoqlikdagi elektr maydon potensialini hisoblashimiz kerak ekan. Ya'ni elektr maydon potensiali esinglarda bo'lsa, fi bilan yoziladi. Fi. Vaqtimiz ketdi har doimgidek hisob kitoblarni amalga oshirish uchun. O'sha javoblar ham kelishib boshladi. Vaqtimiz yana 1 minut vaqtimiz qoldi masalani ishlab, javoblarni kommentda yozishinglar uchun. Keyin birgalikda masalani ishlab ko'ramiz. Qayerda to'g'ri va qayerda xato qilganinglarni bilib olasizlar. Esinglarda bo'lsa, potensialni fi bilan belgilardik. Fi. Bunimiz ozgina figa o'xshamay qoldi. Xo'p. Fi da belgilaymiz. Potensial fi teng deymiz. Esinglarda bo'lsa formulamiz K Q taqsim, ya'ni qimiz zaryadida mana shu zaryaddan qanday uzoqlikda qo'yilganligi edi bizda. Demak, buni shaklini R harfi bilan belgilasak bo'ladi. K Q taqsim R derdik. K'miz bu konstanta, doimiy kattaligida. Demak, 9 ko'paytirilgan 10 ustida 9 ga teng. 10 ustida 9 ga teng. Yana bir marta eslatib o'taman. Fizikada doimiy kattaliklarimiz biroz ko'proq. Demak, qaysidir doimiy kattalik sizlarni yodingizga kelmay qoladigan bo'lsa, masalani o'sha masalalar kitobini pastki qismida yoki hamma masala tugagan qismidan keyin oxirgi varaqda, demak, masalalarni ishlash uchun sizlarga doimiy kattaliklar berilgan bo'ladi. Bo'lishi mumkin masalada sinusning masalan 37 gradusdagi qiymati kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, ayni masalani ishlash uchun sinusning 37 gradusdagi qiymati ham beriladi. Masalan, ildiz 3 ning yoki ildiz 2 ning ham qiymati sizlarga berilgan bo'ladi. Qo'mizda yozamiz 2 10 usti demak -9. Men masalani ishlashni boshladim. Sababi yetarlicha vaqtimiz o'tdi. Shuni erga bo'lib olamiz. Erimiz mana bizda 3 ga teng. 10 usti 9 bilan qisqartirsak bo'ladi. Bunimiz demak 10 usti 0 bu 1 bo'lib ketadi. 9 bilan 3 ni qisqartiramiz. Demak, tepada 3 qoladi. Ikkalovchimiz demak 6 chiqar ekan. Mana shu xatoni bolalar yana qilyapsizlar. Kommentda mana javoblarni tashlayapsizlar. Birlik esdan chiqmasin. Potensialning birligi voltda chiqardi. To'g'ridan-to'g'ri potensiallar farqi yoki kuchlanish deyilardi. Uning ham birligi volt edi. O'shaning uchun demak, kommentda ham demak javoblarni yozayotganda birliklar esdan chiqmasin. Bu masala bo'yicha savolinglar bo'lsa, mikrofonni yoqib so'rasanglar bo'ladi yoki kommentga yozishinglar mumkin savolinglarni. Xo'p, kalkulyator imtihonda ishlatish mumkinmi? Buni bilmadim. Buni bugun so'rab beraman, ertaga demak javobini aytaman. Mumkinmi, mumkin emasmi? Agar mumkin bo'lmagan taqdirda ham menimcha katta unaqa muammo bo'lmaydi. Sababi bu yerda hisob-kitob uchun juda ham bir murakkab narsalar berilmagan va o'sha hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun yetarlicha vaqt beriladi. Katta ehtimol mumkin bo'lmasligi mumkin. Mumkin bo'lmasligi mumkin. Sababi demak
Hozir masalan ilmiy kalkulyator yordamida matematikadagi aksar savollarni ham ishlash mumkin. Chunki ilmiy kalkulyatorlar to'g'ridan-to'g'ri differensial va integrallarni ham hisoblab beradi. O'shaning uchun katta ehtimol mumkin bo'lmaydi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Javoblar varaqasida birlik talab qilinadimi? Ha, demak, e, boya yuqorida ham aytib o'tdimki, sizlarda to'g'ridan-to'g'ri bizda masalalarda, testlarda mana bu yerda masalan charj so'ralgan bo'lsa, orqasiga kulonda yozib qo'yiladi. Kulonda yozish kerak. Nomerni o'zini yozib qo'ysa bo'ldi, bo'lardi. Bu yerda esa birlikda yozish talab qilinadi maksimal ball olish uchun. O'tsak bo'ladi mana shu masalamizga. In addition circuit deyilyapti. Demak, bizda o'zgarmas tok zanjiri berilgan ekan. Two resistance are connected in parallel. Demak, ikkita qarshilik parallel ulangan. The resistance of the first resistor is 30 ohm and the resistance of the second resistor 60 ohm. Find the total resistance of this part of the circuit deyilyapti. Demak, mana shu yerdagi umumiy qarshilikni topishimiz kerak ekan. Bugungi variantimizda ham demak 14 ta savolimiz bor. 14 ta savolimiz bor. Menimcha bugun dars oxirigacha hammasini demak tahlil qilishga ulgursak kerak. Bu juda ham oddiy masala. Menimcha bu masalalar fizikada o'zi ayrim adabiyotlarda 5 ta qiyinlik darajasiga bo'linadi. Ayrim adabiyotlarda 6 ta qiyinlik darajasiga bo'lib ishlanadi. Bu menimcha birinchi yoki ikkinchi qiyinlik darajasidagi masala. Yani juda ham oson. Tezroq masalani ishlab demak tashlasanglar, javoblarni kommentlarga demak prosesni ozgina tezlashtirardik. Parallel ulashda umumiy qarshiligimiz 1 taqsim R umumiy bo'ladi bizda. 1 taqsim R umumiy teng 1 taqsim R1 plus 1 taqsim mana R2 berdik. Bu birinchi qarshiligimiz 30, ikkinchi qarshiligimiz mana 60 ga teng. Umumiy mahrajimiz demak bizda 60 bo'ladi. Bunga esa ikkitadan beramiz. 2 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 3 yoki qisqartiradigan bo'lsak 1 taqsim 20. 1 taqsim R umumiyimiz umumiy deb yozib qo'yibman o'zbekchada. Agar sizlarda oxirida masala keladigan bo'lsa 11 dan 14 gacha buni inglizchada yozishinglar kerak. Total deb yozishinglar mumkin. Yoki R ni o'zini yozib ketsanglar ham masala tushunarli bo'ladi. 1 taqsim 20 demak bizda yozsak bo'ladi. R total qarshiligimiz 20 ohmga teng bo'ladi. Mana 20 ohm deb yozib qo'yamiz. Savollar bo'lmasa kerak, chunki bu oson masala edi. Mabodo bo'lsa kommentga yozsanglar bo'ladi. Ili mikrofonni yoqib so'ranglar. Doimiy to'klardan ham qaysidir masala tushunarli bo'lmasa, so'rashinglar mumkin doimiy to'klardan ham. Keyingiga o'tamiz. 7-masala. Hop, bizda aytilyaptiki, 7-masalada the table below shows the displacement x as a function of the time for two simple pendulums A and B. Aytilyaptiki, A va B pendulum degani mayatnik, A va B mayatniklar uchun koordinataning vaqtga bog'lanish demak tablitsasi berilyapti ekan. Using the date mana shu demak datalardan foydalangan holatda determine the phase difference between the oscillation of the two pendulums deyapti. Demak mana shu ikkita ossilyatorning ya'ni tebranishning demak topishimiz kerak ekan fazalar farqini. Mana e'tibor beringlar mana. Demak faza difference deyapti between the oscillation of the two pendulums deyapti. Demak mana shu masalani ishlashlar uchun mana 2 daqiqa vaqtimiz ketdi.
Fazalar farqi nol deb o'yladi bizda. No, oldindan aytishim mumkin, yana bir urinib ko'rishingiz mumkin, hali yetarlicha vaqt bor. Fazalar farqi nol emas. Chunki agarlar fazalar farqi nol bo'lganda edi, ikkalasida ham bir xil tebranish kerak edi. Ya'ni ikkita mayatlik bir xil borib kelishi kerak edi. Matematik mayatlik deb hisoblaydigan bo'lsak-da. Bu yerda unaqa emas. Ozgina, demak, nomutanosiblik bor parallel tebranishi uchun. Mana shundagi fazalar farqi hisoblayapti bizning masalamizda. Bolalar, e'tibor beringlar, fazalar farqi hech qachon sonda chiqmaydi. Sonda chiqmaydi. Masalan, tebranishlar tenglamasini x teng amplituda sinus omega plus fi noloy deyilardi. Ana shu fi noloyimiz fazalar farqi edi. Boshlang'ich faza deb olardik. Agar ikkita tebranishga nisbatan oladigan bo'lsak, mo'magani ichkarisidagi hamma narsa fazaga bog'liq chiqadi. Ya'ni bu radianda chiqadigan narsa. Yoki gradusda yozishimiz ham mumkin. Radian bo'lgandan keyin pi taqsim nechidir bo'ladida bizda masalamizda. Pi taqsim 2 da. Lekin javob pi taqsim 2 chiqadi. Xo'p, kelinglar, men sizlarga demak masalani ishlanishidan demak tushuntirib o'taman. E'tibor beramiz. E'tibor beramiz. Bu yerda orqada qolish qancha? Orqada qolish qancha? Masalan, birinchisining tebranish davriga qaraymiz. Birinchisining tebranish davri, ya'ni bir marta tebranishi uchun, to'liq tebranishi uchun ketadigan vaqtda bu yerda 0 sekunddan boshlanib 0,8 sekundgacha ketyapti mana. Birinchi mana musbatdan kelib 0 ga tushadi, manfiga o'tadi. Mana manfidan 0 ga kelib musbatga qaytadi mana. 0 dan boshlab 0 gacha olamiz. Demak, bu yerda tebranish davrimiz 0,8 sekundga teng ekan. Endi e'tibor beringlar. Bu 0 bo'lganda bu 3 bo'lyapti, maksimum bo'lyapti-da. Ya'ni tebranishlarda bizda demak, mana sizlarga buni masalani ishlashda formuladan emas, mana mantiqiy yondashishga harakat qilyapman, tushunishinglar uchun. Mana muvozanat holati deymiz. Mana muvozanat holati deymiz. Mana birinchisi muvozanat holatida turgan paytda, ikkinchisi qayerda bo'lyapti? Maksimumda bo'lyapti mana. Fazalar farqi degani demak mana shu farqni so'rayapti-da bizda. Muvozanat holati bilan maksimumlar orasidagi farqimiz. Bu umumiy tebranish deymiz. Umumiy tebranishimiz mana shu yerdan boshlansa bitta keladi. Mana bitta keladi. Keyin minus maksimumga chiqadi. Keyin 0 ga qaytadi va 0 dan yana plus maksimumga chiqadi. Bu degani umumiy tebranishning 4 dan 1 qismi. Umumiy tebranishimiz 2pi bo'ladigan bo'lsa, 2pi bo'ladigan bo'lsa, shuning 4 dan 1 qismimizda mana 4 deb oladigan bo'lsak, bunimiz pi taqsim 2 chiqadi. Demak, mana shu yerdagi fazalar farqimiz pi taqsim 2 ga teng ekan. Yo'q, mana nima desak bo'ladi? Ikkalasini ham sinuslar qonuni bo'yicha tebrantirsak bo'ladi-da. Masalan, bu yerda oldingidagisi qaysi? Buni amplitudasi 3. Keling, mana masalan, ikkalasini tebranishini bir xil sinuslar qonuni bo'yicha yozib beraman. Masalan, mana buni yozsak bo'ladi. X teng deymiz. X teng deymiz. Amplitudamiz demak 3 dan minus 3 gacha tebranayotganligi uchun amplitudamiz 3 deymiz. Mana 3 sinus mana omega t bo'lsin. Omegani yozsak bo'ladi 2pi taqsim davrda. Davr 0,8 sekund. Pi bo'lsa 2 ni 0,8 ga bo'lsak, 8 taqsim 20 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 2,25 t deymiz mana buni. Mana omegamiz 2,25 t. Buni qayerdan bildim? Omegani ana davr berilgan, omegani 2pi taqsim davr deb ochdim. Mana tepadagisini yozaman. X'imiz teng bo'lardi, mana x'imiz teng bo'lardi. Amplitudamiz 3. Buni ham xuddi shunaqa sinuslar qonuni bo'yicha yoziladigan bo'lsa, mana e'tibor beringlar. Qavs ochaman 2,25 t deyman va mana shu narsamiz pisi qolib ketibdi bizda 2,25 pisi ham bo'lishi kerak ikkala joyda. Pisini ham yozdik. Mana chunki mana bunimiz bundan pi taqsim 2 fazaga orqada qolyapti. Chunki bu maksimumda bo'lganda bu minimumdan endi maksimumga borayotgan bo'ladi. Shuning uchun bu yoqqa mana minus pi taqsim 2 deb qo'yamiz mana. Tebranishimiz ikkalasidan demak sinuslar qonuni bo'yicha tebranish boshladi va mana boshlang'ich faza sifatida
bunikini bundan qancha faza orqada qolayotganligini ko'rsatdik. Savollar bormi? Ozgina murakkabroq masala. Demak, hech kimda mikrofon yoqmadi. Keyingi masalaga o'tsam bo'ladi. Xo'p, 8-masala. 8-masala. During an optics experiment, a student placed an object 30 centimeters in front a thin converging lens. A sharp image of the object was obtained on a screen located 15 centimeters behind the lens. Determine the focal length of the lens there. Demak, mana shunda xo'p, bizning masalamizda buni biz demak fokus masofasini va demak o'sha lens deyilyapti, linzadan qanday uzoqligi berilgan bizning masalamizda bizda so'ralayotgan narsa fokus masofasini topishimiz kerak ekan. Mana shu lensning, ya'ni umuman o'sha o'zbekchasi hozir tilimga kelmayapti. Lensda o'sha prizma deymiz. Kelinglar, prizmamizning optik kuchini topishimiz kerak ekan yoki fokal masofasini topishimiz kerak. Biz buni o'zbekcha adabiyotda fokus masofasi deb o'rganganmiz. Prizma emas, mana linza ekan. Hozir ko'rdim, mana linza. Linzani deymiz. Bu ham bir nisbatan ancha sodda masala, bemalol bitta formula bilan ham ishlashimiz mumkin. Javoblar kelishni boshladi. Javoblar kelishni boshladi. Qolganlardan ham sal bir faolroq bo'lishini so'rardim. Sababi mana imtihon jarayonlariga bizda ko'p vaqtimiz qolmadi. Hozir ham ishlab qayerda xato qilishinglarni, masalan odam ishlaganda har doim to'g'ri ishlavermaydi. To'g'ri yoki noto'g'riligini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Demak, mana focal lensni topsak bo'ladi. Biz buni o'zimizda adabiyotlarda katta F bilan belgilaymiz. Katta F teng bo'ladi, esinglarda bo'lsa. Buni yozsak bo'ladi. 1 taqsim kichkina f deb yozardik va plus 1 taqsim kichkina mana d deb yozardik. Bittasi bizda demak bu mana tasvirdan lensgacha bo'lgan masofa, ikkinchisi esa lensdan tasvirgacha bo'lgan masofa. Aytyaptiki, a sharp image of the object was obtained on a screen located 15 centimeters behind the lens deyapti. Demak, bu e'tibor beringlar. Nima uchun sizlar ko'pchilik o'quvchilarda muammo bo'ladida, mana o'zim tajribamdan kuzatganimda sochuvchi linzada mana bu yerda manfiy bo'ladi. Aytaylik, mana bu joyda manfiy bo'ladi. Demak, mavhum tasvirda manfiy bo'ladida. O'quvchilar qachon manfiydi, qachon musbatida ko'pchilik adashib ketadi. Adashmaslik kerak. Bizda o'sha linzadan o'ng tomonda ta'sir hosil bo'lyapti. Demak, haqiqiy masofa bo'lganligi uchun demak hammasini musbat qilib ishlab yubordim. Mana bu yerda nega manfiy emas? Chunki yig'uvchi linzaniki musbat bo'lyapti va nega aynan yig'uvchiligini qayerdan topding deb so'rashinglar mumkin. Chunki sochuvchi linzada hech qachon haqiqiy ta'sir hosil bo'lmasdi. Santimetrda yozaveramiz. Javobimizni ham santimetrda chiqaramiz. 1 taqsim 30 plus 1 taqsim mana 15 deymiz. Umumiy mahrajimiz 30 bo'ladi. 15 ga 2 tadan beradigan bo'lsak, mana 2 tadan beradigan bo'lsak 3 bo'ladi. Yoki bunimizni qisqartirib 1 taqsim
Mana 10 deb yozsak bo'lar ekan mana. Shunda f'imiz teng bo'ladi 0,1 metr yoki 10 santimetr ekan deb yozsak bo'ladi mana. 10 deb yozganlarni javobi to'g'ri. Shuning uchun eslab qolamiz. Mana shu umumiy formulamiz. Agar linzamiz manfiy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sochuvchi bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda manfiy olamiz. Va o'zi aytadi, mavhum tasvir deydi. Mavhum tasvir desa, demak mana bu yerga biz manfiy qilib olamiz. Savollar bormi mana shu masala bo'yicha yoki mana shu demak tasvir yasash bo'yicha? Yana bitta narsa ham so'ralishi mumkin. Dioptriya bor, depetri so'ralishi mumkin. Ya'ni optik kuchi. Optik kuchi so'raladigan bo'lsa, uni formulasi katta D teng 1 taqsim F edi. Ya'ni mana shu fokus masofaga teskari bo'lgan kattalik. Agar mana shu linzaning fokus optik kuchini topadigan bo'lsak, 10 dioptriyaga teng bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 0,1 deymiz. Endi uni hisoblayotganimizda santimetrda qo'yishga haqqimiz yo'q. Metrga o'tkazadigan bo'lsak, 10 dioptriya bo'lar ekan bizning masalamizda. Demak, savollar bo'lmasa, keyingi masalaga o'tamiz. The hydrogen atom is excited to the 4 energy level. Determine the total number of different spectral lines that can be emitted deyapti. Demak, bizda vodorod atomidagi demak elektronimiz 4-energetik sathda ekan. Bizdan aniqlayın deyilyaptiki, maksimal nechta spektrni chiqarishimiz mumkin deyapti. Demak, emitted degani chiqarish degani. Full emissiyasi deydi. Full bosib chiqarish deyiladi. Emitted bu chiqarish, absorb esa yutilish. Har doimgidek masalani ishlash uchun 2 daqiqa vaqtimiz allaqachon ketdi. Vaqtimiz demak muqoyalanib qoldi. Buni qanday ishlardik? Kerak, men buni formulasidan ko'ra qanaqa prosesni tushuntirib beraman. Shunga o'xshagan masala tushsa bemalol ishlashingiz mumkin. Mana birinchi energetik sath, ikkinchi energetik sath, uchinchi energetik sath va mana to'rtinchi energetik sathimiz. Mana bu yerda turibdi mana. E'tibor beringlar, bu sakrashi mumkin. Mana shu yerdagi elektron boshqa energetik sathlarga sakrashi mumkin. Ya'ni endi albatta tabiiyki tepaga qarab sakra olmaydi. Chunki tepaga qarab sakrashi uchun energiya yutish kerak. Energiya yutsa hech qanday bizda fotonni nurlantirmaydi. Hech qanday fotonni nurlantirmaydi. O'shaning uchun biz demak bunda energiyani chiqarish orqali pastga qarab sakraydi. Bu sakrashi mumkin. Birinchi energetik sathga sakrashi mumkin. Ikkinchi energetik sathga sakrashi mumkin va bizda demak asosiy energetik sathga sakrashi mumkin ekan. Bizda demak hozircha 3 ta anaqamiz bor. Nima deydi? 3 ta spektr olishimiz mumkin. Ya'ni bu 4 dan 3 ga, 4 dan 2 ga va 4 dan 1 ga sakrash orqali. Demak, endi biz mana bu yerga sakragan holatini ko'ramiz. 3-energetik sathga sakragan holatini ko'ramiz.
Mana shu uchinchi energetik sathdan ikkinchi energetik sathga sakraganda bitta spektr chiqaradi va biriga sakraganda yana bitta turli xil spektr chiqaradi. Mana shu yerda ham bizda demak yana ikkita sakrashimiz paydo bo'ldi. Bo'lishi mumkin bu endi ikkinchi energetik sathga sakrash mumkin bo'lgan holatni ko'ramiz. Ikkinchi energetik sathga sakraganda esa 2 dan 1 ga sakraydi. Mana plyus mana biz 1 desak bo'ladi. Mana 1 desak. Demak, umumiysi 5 va +1 bilan demak 6 ta bo'ldi. Uzr, bitta narsasi qolib ketibdi. Bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi energetik sath bo'ladigan bo'lsa, bizda demak mana bu yerda asosiy energetik sathga tushish kerak. Asosiy energetik sathga tushish kerak. Asosiy energetik sathga tushish kerak. Mana shu joyda bu tushda mana bu yoqqa esa demak to'rtinchi energetik sathimiz bo'ladi +1. Bu yerga tushganda esa mana bu yoqqa ham +1 qo'shiladi mana. Demak bizda mana umumiysi hop bitta, ikkita, uchta, to'rtta, bitta, ikkita, uchta. Mana bu energetik sathga tushdi bitta, ikkita. Mana bu yoqqa ham +1 qo'shsak bo'ladi va mana bu yerdan bu yerga tushganda yana bitta energetik sathga tushadi. Spektr chiqarar ekan deymiz. Sanab chiqamiz. 2, 4, 7, 8, 9, 10. Demak, umumiy chiqadigan spektr chiziqlari sonimiz 10 ta bo'lar ekan deymiz. Ya'ni mana shu joyda energetik sathlar orasiga tushganda, ya'ni har bitta masalan energetik sath bo'ladigan bo'lsa, har bitta farqi bizda demak, farq tufayli bizda bitta spektr chizig'i hosil bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz. 10-chi masalamizga keldik. Bu degani faqat javob yoziladigan masalalarni 10-chisiga keldik, oxirgisi. 11-chidan boshlab esa bizda ancha qiyin masalalar turkumi boshlanadi. A beam of photons with an energy of 16 electrovolts eject a photoelectron from a metal. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is equal to 1/3 of the work function of the metal. Determine the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons deyilyapti. E'tibor beringlar, demak bu yerda qanaqa jarayon ketyapti? O'sha Einstein kashf qilgan fotoelektroeffekt hodisasi ketyapti. Ya'ni metallariga yoki bo'lmaganda sirtga fotonlar tushishi natijasida erkin elektronlarni urib chiqarish jarayoni ketyapti. Kecha ham buni bir demak eslatgandim sizlarga. Tushayotgan nur bo'lsa, Y teng bo'ladi. Bu ikkita narsaga sarf bo'lardi. Tushayotgan fotonning umumiy energiyasi A chiqishiga va plus kinetik energiyani demak oshirishga sarf bo'lardi. Mana Y kef qo'yamiz. Har doimgidek masalani ishlashi uchun 2 daqiqa vaqtimiz ketdi. Demak, mana shu formulaga to'g'ridan-to'g'ri qo'yaversak bo'ladi. Mana bizda umumiy tushayotgan demak energiyamizni miqdori 16 elektrovolt ekan. Elektrovoltni yozaveraman, demak javobim ham elektrovoltda chiqib beradi. Aytyaptiki, e'tibor beringlar, kinetik energiyamiz, ya'ni maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons equal to 1/3 of the work function deyapti. Ishning kinetik energiyamiz 3dan 1 qismiga teng ekan. Demak, mana shu formulani qancha yozursak bo'ladi? A deymiz. Yo'q, bizdan so'ralayotgan narsa kinetik energiya so'ralayotganligi uchun, demak, kelinglar. Mana bizda mana bu yerga yozib qo'yamiz. Demak, kinetik energiyamiz ishning 3dan 1 qismiga teng deymiz mana. A taqsim 3 ekan deymiz mana. Ani o'rniga 3 ta kinetik energiya yozsak bo'ladi-da. Chunki mana bu 3 ta bo'lsa, kinetik energiyamiz bilan 4 ta bo'ladi. Demak, 4 ta
kinetik energiyamiz, 4 ta kinetik energiyamiz 16 ga teng bo'ladi. Shu yerdan kinetik energiyani topadigan bo'lsak, 4 elektrovolt bo'ladi mana. Ha, mana Ee, bitta tinglovchimiz to'g'ri javobni yo'lladi. Menimcha endi keyingisiga o'tsak bo'ladi. Agar bundan savol bo'lmasa, takrorlab olishni maslahat beraman. Demak, e, Einsteinning fotoelektron effekt uchun chiqargan bir anaqasini, tenglamasini. 11-masalaga o'tamiz. 11-masalaga o'tamiz. Xo'p, hozir tak, hozir 1 minut. Menda yo'qolib qoldi ekranim. Hozir. Ozgina kichkina texnik nosozlik paydo bo'ldi. Mana qaytdik ekranga. Demak, aytilyapti masalamizda 200 gram blok gorizontal, demak, stol ustida turibdi ekan. Spring balance with a gradually increased force. When the spring balance reaches 1.5 newtons, the block just begins to move. Determines the coefficient of friction between the block and the table when the spring balance reaches 3 newtons deyapti. Demak, 200 gram masala jismni surtayotgan va unga 1,5 newton kuch ta'sir qilganda, u demak harakatga kelishni boshlabdi. Masalamizda so'ralayotgan narsa ishqalanish koeffitsiyentini topishimiz kerak ekan. Har doimgidek masalani ishlash uchun 2 daqiqa vaqtimiz ketdi. E'tibor beringlar, bu masala 2 pointli masala, ya'ni demak 11dan 14-savolgacha bo'lgan masalalarning ikkitasi 2 pointli va ikkitasi 3 pointli bo'ladi. Jami 10 point bo'ladi. 1dan 10gacha esa demak 1 pointdan bo'ladi. Shunda maksimal ball 20 point bo'lsa, 50% 11dan 14-savollargacha to'g'ri keladi. 11dan 14 bo'lgan savollarni answer sheetda ishlanishi bilan berishinglar kerak. Mana bizda masalamiz mana sekinlik bilan ishlasak bo'ladi. Xo'p, kommentda to'g'ri javoblar kelgani yo'q hali. E'tibor beringlar bolalar. Determine the coefficient of fraction between block. Blok bilan sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyentimiz. O'sha kuchimiz 3 newton bo'lgandagi holatni ko'rishimiz kerak ekan. Spring deyapti. Springni ham bu yuqorida ko'rdik nimaligini. Prujina bo'ldi. Aytib o'tdim, springimiz prujina. Mana bizda demak jismimiz. Mana. Xo'p, ozgina tushunmovchilik bo'lyapti. Sababi ikkita yozilib qolinyapti masalan doskada. Hozir shuni to'g'rilashga harakat qilaman. Xo'p. Menimcha hammaga ko'rinyaptimi hozir doska? Ozgina anaqa bo'ldi bizda. Hozir kommentga yozaversanglar, doska ko'rinayotganligini yaxshi bo'lardi.
Aha, rahmat. Xo'p, e'tibor beringlar. Ishqalanish koeffitsiyenti bu tashqi qo'yilgan kuchga bog'liq emas bizda. Bog'liq emas. Lekin menda ishqalanish koeffitsiyentini topishimiz uchun albatta ishqalanish kuchini topishimiz kerak. Hop, bu yana ikki xil yozilib qoldi. Hali necha yozaveramiz. Mu m g ga teng edi mana. Mu m g ga teng edi. Ana endi mu m g ga teng edi, lekin menda ishqalanish kuchi kerak bizda masalamizda. Lekin menga ma'lumki, 1,5 Newton bo'lganda jism harakatga keldi. Demak, bizda Newtonning birinchi qonuniga ko'ra eng kamida mana shu ikkita kuch bir-biriga teng bo'lishi kerak. Jismni muvozanat holatiga chiqarishimiz uchun. Demak, ishqalanish kuchiga biz to'g'ridan to'g'ri buni biz 1,5 ga tenglab ketsak bo'lar ekan mana. Shundan ishqalanish koeffitsiyentini topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, 1,5 ni mg ga bo'lamiz. Massamiz 200 gramm, ya'ni 0,2. Mana shu narsani 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 2 ga bo'lamiz. Mana 1,5 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, mana bizda 0,75 chiqar ekan deymiz mana. 0,75. Demak, ishqalanish koeffitsiyentimiz 0,75 ga teng ekan. Savollar bormi mana shu mavzu bo'yicha, masala bo'yicha? Demak, 3 Newton bo'lganda ham aytaylik, mana shu jismga 100 Newton kuch ta'sir qilgan taqdirda ham ishqalanish koeffitsiyentimiz 0,75 gacha qoladi. Birliksiz kattalik ishqalanish koeffitsiyenti. Xo'p, kelinglar, kimdadir savol bo'lsa, demak, mana shu mavzu bo'yicha kommentga yozsanglar bo'ladi yoki mikrofoninglarni yopib so'rasanglar bo'ladi. Keyin biz 12-masalaga o'tamiz. Javoblar varaqasida demak, Jamshidbek so'rayapti, javoblar varaqasida shunday yozib qo'ysak bo'ladimi deb. Menda hozir kompyuterda yozayotganligim uchun masalani masalan chizmasi bilan batafsil yozish imkoniyati yo'q. O'shaning uchun men qisqaroq qilib yozib tushuntirishga harakat qildim. Lekin sizlar iloji boricha o'sha masaladan maksimal ball olish uchun masalani chizmasi bilan batafsil ishlashingiz kerak. Shunda maksimal ball ola olasizlar. Chunki e'tibor bersanglar, bu masalalar ishlanishi bilan yoziladigan masalalarda mana ikkinchi answer sheetga sizlar to write your solution and answer the questions 11 to 14 deyapti. Ya'ni 11 dan 14-savolgacha solution, ya'ni yechimlari bilan yozishinglar kerak. O'shaning uchun sizlarga maslahatim, masalani batafsil yechimlari bilan ishlab answer sheetga ko'chirishinglar kerak. Shunda maksimal ball ola olasizlar. Chizmalari bilan bo'lsa, bu yanada yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, demak, yana savolinglar bormi? Xo'p, demak, agar yana savolinglar bo'lmasa, men demak keyingi masalaga o'tsam bo'ladi. Hozir yana 1 minut. Xo'p, demak, mana 12-masalamizga keldik. 12-masalamiz demak bizda molekulyar fizika va termodinamika bo'limiga oid masala. Termodinamika bo'limiga oid masala. E'tibor beringlar. Crack has formed in a whole of a spacecraft deyapti. The onboard sensors indicate the air pressure inside the spacecraft has decreased by 5%. Demak, aytilyaptiki, bizda spacecraftimiz bor ekan, ya'ni bu kosmik kema, kosmik zond desak bo'ladi. Mana shu kosmik zondimizda demak kemaning ichida onboardda bosimni aniqlash detektori bor ekan, indikatori bor ekan va mana shu narsamiz 5% ga decrease bo'lishini kuzatilyapti ekan, ya'ni 5% kamayibdi bosim. Aytyaptiki, demak uning ichidagi gazni biz havoni ideal gaz deb hisoblashimiz mumkin ekan. The air temperature and the volume of the spacecraft remain constant. Demak, bizda aytilyaptiki, o'shaning ichida temperaturamiz konstant bo'lib saqlanib qolibdi ekan, o'zgarmas bo'lib saqlanibdi. Initially, the spacecraft contained two
kilomoles of air deyilyapti. Mana shuning ichidagi demak temperaturani o'zgarmasdan saqlab qolishimiz uchun yana qo'shimcha 2 kilomol havo kiritilibdi. Demak, masala tushunarli bo'ldi. Demak, ushbu jarayonni temperatura temperaturani o'zgarmas deb ishlashimiz mumkin va birgalikda spacecraft bo'lgandan keyin ichidagi hajmni ham o'zgarmas deb saqlasak bo'ladi. Chunki nima kosmik kemani gazning bosimi kamayadigan bo'lsa, uni hajmi kichrayib kattalashmaydi-da. O'shaning uchun biz buni ham izotermik, ham izoxorik jarayon sifatida qo'llasak bo'ladi. Faqat nojo'yi bor. Bizda ko'pincha maktab programmasida masalani bunga o'xshagan masalalarni ishlashda izoborik, izoxorik, izobarik, izoxorik va izotermik deb o'rganganmiz. Ya'ni uchalasidan bittasi o'zgaradi. Bittasi o'zgarsa, demak ikkitasi orasidagi bog'lanishni ko'rganmiz. Lekin bu masalada ikkitasi o'zgarmayapti, endi bittasi o'zgaryapti. Buni o'zgarishiga nima sabab bo'lyapti? O'shani biz topishimiz kerak. Molekulyar kinetik nazariyani asosiy tenglamasini yozishinglar mumkin va demak Mendeleyev Clapeyron orqali ham hisoblashinglar mumkin. A qismida by what's the percentage has the amount of substance of the air decreased? B shartida aytayaptiki what is the mass of air remaining inside the spacecraft? C shartida aytayaptiki astronaut Kenzi Bolkenfeld reports that the sensors were operating normally 10 minutes ago determines the minimum possible average mass loss rate of the escaping air deyilyapti. Demak, mana shu sizlarda answer sheetda 3 ta demak masalaga javob bo'lishi 3 ta demak A qismiga, B qismiga va C qismiga ikkinchi answer sheetda javobinglar bo'lishi kerak. Javobinglarni demak bunga sal qiyinroq bo'lgani uchun ushbu masalaga sizlarga 3 daqiqa vaqt beraman. 3 daqiqa vaqt ichida demak komment qismiga javobinglarni yozsanglar, to'g'ri yoki noto'g'ri ishlaganinglarni tekshirib chiqamiz. O 5%, demak javoblar kelishni boshladi bizda. 5% 1,9 kilomol 1/6 mol taqsim sekund. Demak 10 mol taqsim minut. Qolganlardan ham faol bo'lishinglarni so'radim. Demak e'tibor beringlar. Demak masalani ishlashni boshlaymiz. Xo'p, 5% demak bizda bosim kamaydi va masalada aytilyaptiki, kelinglar, bizda demak hajm o'zgarmas saqlanyapti, temperatura o'zgarmas saqlanyapti. Mana shu holatda bosimda formasini yozish kerak qilamiz. P teng V teng mana mu r mana T desak bo'ladi. Mana mu r T deymiz. Bizda A shartida aytayaptiki, havodagi modda miqdori necha foizga kamayadi deyapti-da. Javob beramiz tenglamani o'ng tomoniga. Temperaturamiz o'zgarmayapti va chap tomondagi hajmimiz ham o'zgarmayapti-da. Endi erimiz bu o'zgarmas kattalikda. Mana shu qonuniyatimizdan
Mana shu qonuniyatimizdan P ning modda miqdoriga proporsional ekanligi kelib chiqyapti. Aynan mana shu spesifik holatda. Demak, bosim 5% ga kamayayotgan bo'lsa, modda miqdori ham 5% ga kamayar ekan. Demak, A masalani demak qismi 5% desak bo'ladi. B qismiga o'tamiz. What is the mass of air remaining inside the spacecraft deyilyapti. Ya'ni kosmik kemachida qolgan havo massasini topishimiz kerak ekan. 2 kilomol chiqib ketdi. Bu 2 kilomolimiz necha foizga to'g'ri keladi bizda? 2 kilomolimiz 5% ga to'g'ri keladi, mana. 2 mana yozsak bo'ladi. Kilo mol yozamiz. Mana shu narsani biz 5% ga proporsional ekan deb yozsak bo'ladi mana. Biz 100% ni topmoqchi bo'lsak, mana 100% ni topmoqchi bo'lsak, umumiy modda miqdorini topamiz mana bu yerda. Mana shu joydan umumiy modda miqdorini topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, umumiy modda miqdorini 2 kilomol bor demaganmidi deyilyapti masalada. Xo'p, hozir. Xo'p. Initially, the spacecraft contained 2 kilomol. Uzr. Mana shu yerda kichkina xato qildik. 2 kilomol havo bor edi. 2 kilomol havo bor edi. Bu o'chmayapti bu. Xo'p, demak 2 kilomol havomiz bor edi. Demak, 5% chiqib ketsa bizda demak buning 95% bizda qoladi. 95% qoladi. Demak 95% qolsa bizda qolgan havoning modda miqdori 0.95 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2 ni yoki 2000 ni ko'paytiraveraylik, 2 molda to'g'ri keladi. 1900 mol bo'ladi. Demak biz topishimiz kerak ekan 1900 mol havoning massasini topishimiz kerak ekan. Demak massaning formulasi bor bizda. Massani topishimiz uchun demak modda miqdorini massani topishimiz uchun modda miqdorini ko'paytiraveramiz. Demak, molyar massaga ko'paytiraveramiz. Modda miqdorimiz 1900 mol, 1900 ni ko'paytiramiz havoning demak molyar massasiga. Havoning molyar massasi 29 edi, faqat gram taqsim molda beriladi. Shuning uchun kilogramga o'tkazishimiz uchun 10 usti -9 deb ishlab qo'yamiz mana. Ikkita nol qilib bitta nol o'chiraveramiz deb buni qisqartiramiz. 29 ni 1.9 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 29 ni ko'paytiramiz 1.9 ga 55.1 chiqyapti. Men demak buni aytsak bo'ladi. Mana B shartining javobi deb. Keyingi masalamiz mana 55.1 kilogramm chiqdi bizda mana 55.1 kilogramm deymiz mana. C shartida aytyaptiki 10 minut deyilayotganligi uchun shuning kamayish tezligi so'ralyapti. Kamayish tezligini topishimiz uchun esa biz hop kamayish tezligini topishimiz uchun umumiy chiqqan massamizni vaqtga bo'lib qo'ysak bo'ldi. Chiqib ketgan massamizni ulushi bizda demak 5% bo'lsa 100 mol bo'ladi. 100 molning massasi esa 2.9 kilogramm. 2.9 ni 10 minutga bo'larsak bizda demak har sekundiga necha grammdan kamayotganligi kelib chiqadi. Bizda demak mana C shartini ham javobi chiqadi bizda. Chiqib ketganini olamiz. Umumiy 2 kilomol bo'lsa mana shuning 5% ni topib olamiz massasini. Chiqib 5% ni topib oladigan bo'lsak demak o'sha yerda yana bizda javobimiz kelib chiqadi. Bizda yana o'sha Qwerty ismli tinglovchimiz yozgandaqa 0.29 kilogramm taqsim minut chiqadi. Yoki sekundga yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda demak ikkala holatda ham xato bo'lmaydi javob. 12-masalani o'chiryapman. 12-masalani o'chiryapman. Demak, bugun ham sizlarga uyga vazifa qolyapti. Uyga vazifamiz demak 13 va 14-masalamiz qolyapti. 13 va 14-masala. Kelinglar mana shu masalalarni bir sizlarga tushuntirib beraman sizlarga. Mana shu darsning oxiriga kelib qandaydir texnik nosozlik vujudga keldi. Keyingi masalaga o'tkazib bo'lmay qoldi. Xo'p, kelinglar mana qilamiz. Yana bir marta qayta urinib ko'raman o'tkazishga.
Hop, okey. Pozitsiya. 13-chi masalamizda, 13-chi masalamizda an electric fired and DC circuit with 200 joules of work while transferring a charge through a heating element during 2 seconds determines the electric power dissipated by the heating element deyilyapti. Bunga o'xshagan masalani yuqorida ham tushuntirib berdim. 200 joule demak ish bajarilibdi. Zaryadni ko'chirishimizda 2 sekund davomida mana shu joydagi qizishni topishimiz kerak ekan. 13-masala. Screenshot olinglar. 13-masalani, demak, men hozir 14-masalani bir sizlarga tushuntirib beraman. 14-masalamizda ham mana bunga o'xshagan masalalarni biz ko'p ishladik. A plane monochromatic wave is encased normally on a diffraction grating with a grating spacing of d equal 0.004 millimeters. A total of 19 principal diffraction maxima are observed, determines the wavelength of the encased light deyilyapti. E'tibor beramiz. Bizni masalamizda hozirgi holatda biz sizlarga yozuvdikki d sinus alfa teng deganlik k ko'paytirilgan mana lambdamizga teng edi. Bizda lambda so'ralyapti. Lambdani topishimiz uchun d sinus alfani k ga bo'lishimiz kerak ekan. Mana k ga bo'lamiz. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Bu yerda kuzatiladigan maksimumlarning soni 19 ta. Xo'p, maksimumlarning soni 19 ta bo'lsa, sinusga nima olamiz degan masala qo'yiladi-da. Chunki d'miz bor. Endi maksimumlar degani, masalan, mana diffraksion panjarani oladigan bo'lsak, mana bu yerda kuzatilish boshlandi. Bo'lishi mumkin mana ekranda mana 0-maksimum, bu yoqdan birinchisi kuzatiladi, ikkinchisi, uchinchisi va hokazo. Eng oxirgisi kuzatiladigan joy juda ham uzoqda bo'ladi. Mana bu nuqtaga nisbatan mana bu burchak ostida ko'rinadi-da. Endi bu yerda juda ham uzoqda bo'lmadimi? Yetarlicha kichkinaroq qilib chizdim. Agar yetarlicha katta qilib chizadigan bo'lsanglar, buning ko'rinishi 90 gradus bo'lib qoladi mana. 90 gradus bo'lib qoladi. 90 gradus bo'lsa, mana sinusga 90 qo'yamiz-da. Sinusga 90 qo'yadigan bo'lsak, sinus 90 gradusda 1 ga teng bo'ladi. O'shaning uchun d'ni k'ni o'ziga bo'lib qo'ysanglar bo'ldi, masalani ishlash uchun. Mana 0.04 millimetrni 19 ga bo'lsanglar, javobimiz demak mana shu tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligi kelib chiqadi bizda. Xo'p, savolinglar bo'lsa, komment yozishinglar mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri mikrofonni yoqish orqali ham savolinglarni so'rashinglar mumkin. Menimcha, xo'p, savollar. Imtihon bo'yicha savol bitta bor. Imtihon 10-20 avgust oralig'ida chiqadi. Yakunlarida chiqadi javobi. Qachon imtihon bo'ladi? Sizni ruxsatnomangiz bo'ladi. Ruxsatnomani yuklab olishingiz kerak shaxsiy kabinetdan, My.uz.bnb saytdan. Imtihonga kelish kerak. Yana savollar bormi boshqa? Menimcha savollar yo'q, Kamila. Hammasi tushunarli bo'ldi o'quvchilarga. Agar mabodo savolinglar bo'lsa, agar mana yana vazifalarni ishlashda, fizikani mana imtihon ham yaqinlashyapti. Deyarli 10 kundan kamroq vaqtimiz qoldi. Agar kimdadir savollar tug'iladigan bo'lsa, ertagacha tayyorlab turadigan bo'lsanglar, so'rasanglar, ertaga mana oxirgi vebinarimizda tushunmagan narsalarga, demak, savolinglarga javob topish imkoniyati bor. Kamila, rahmat sizga. Katta rahmat sizga ham, juda ham foydali dars bo'ldi. Hammaga rahmat savollaringiz uchun. Alohida rahmat aytmoqchi edim. Demak, mana bu masalalarni ishlashda faollik ko'rsatgan
tinglovchilarga kommentda ancha-muncha to'g'ri javoblarni yozishdi. Hammaga rahmat.